Assalomu alaykum qadrdonlar, mana xudo xolasa bugun biz bahorgi iskana payvand uchun chirinkalarni olyapmiz. Do'stlar, bu chirinka glossiki bo'ladi, kaltagimiz. Mana kim uchundir bu oddiy chop, lekin buni navini bilib, so'tga qiziqqan do'stlarimiz uchun juda katta ahamiyatga ega yangi navlardan biri Glesser do'stlar. Mana xudo xolasa iskana payvandga olib ketyapmiz. Ko'pchilik Grestal bilan Glesserni ajratolmayapti. Grestal bu İtalyanın glossi, bu Glesser Amerikaniki bo'ladi do'stlar. Mana xudo xolasa bugundan cho'plarni olib ketyapmiz. Ko'p do'stlar bahorga iskana payvandga zo'r. Chunki iskana payvand tez bo'ladi. O'shunga Glesser bilan Grestalni boshqa gilos farqi umuman boshqa. Grestal bu İtalyaniki. Yana qayta aytib o'tyapman, bu Glesser Amerikaniki. Kalibri yirik. Bu pindilarni olib kelib ko'rsating. Yaqinroq mana do'stlar, pindilarni qaranglar. Mana buj mana tanada. Serhosil o'zini o'lchaylar tergan navlardan bittasi ekan bu ham. Glesserdan mana do'stlar, pindilari zo'r holatda. Mana. Sog' bo'lasizlar, Favonali bog'bon kuzatishda davom etamiz. Layklarni bosamiz. Xudo xolasa iskana payvandga Glesserimizni kaltaklardan sotuvga chiqardik.